3 kun antibiotik ichib turib yaxshi bo'lib qoladiganlar, sizlarga yomon xabar bor. Chunki bu juda ham noto'g'ri ish, juda ham katta xato hisoblanadi. Sababi, siz antibiotik boshlaganingizdan keyin boshida 1-chi, 2-chi, 3-chi kunlari slabi, juda ham nozik bakteriyalar sekin o'lishni boshlaydi. Bu paytda siz yaxshi bo'lib qoldim deb antibiotik to'xtatib qo'yasiz. Lekin kuchlilari, o'sha o'zini antibiotikka chidamliliklari hali o'lmagan bo'ladi. Unga endi 4 kun, 5 kun, 6 kun, 7 kungacha infeksiya turiga qarab 10 kungacha antibiotik davom ettirish kerak bo'ladi. Lekin siz 3 kun to'xtatib qo'yasiz, qolgani baquvvatlari qoladi. Bular o'z keyingi safarga yana ham baquvvatlashib qoladi. Shuning uchun 2 kun, 3 kun antibiotik ichib, men yaxshi bo'lib qoldim deb to'xtatib qo'yadiganlar tayyor turing. Keyingi safar bundan-da kuchliroq antibiotik, bundan-da yuqoriroq dozada qabul qilishingizga to'g'ri keladi. Sababi ular bu antibiotikka kam dozada berilgani uchun o'zini chidamliligini oshirib oladi. Keyingi safar yana ham kuchliroq dozada yoki kuchliroq antibiotik berishga to'g'ri kelib qoladi. Eng birinchi o'rinda avvalo antibiotik vrachni ko'rsatmasi bilan boshlanadi, vrach ko'rsatmasi bilan to'xtatiladi. Buni o'z boshimchalik bilan boshlanib yoki o'z boshimchalik bilan tugatilmaydi. Shuning uchun esda tutinglar, farzandlaringizga berayotganingiz yoki o'zingiz qabul qilayotganingizda antibiotik ukolimi, tabletkasimi farqi yo'q. O'sha kunini yetkazish kerak bo'ladi. Yaxshi bo'lib qoldim to'xtatish bu juda ham katta xato hisoblanadi.